bilan Farg'ona viloyati Marg'ilon kombinat qush bozoridan Xudo xolasa biroshdan narx-navolarni ko'rib boramiz. Qora to'g'lar narxi nech pul ekan aka? 120 ming. Donasi 120 ming. Rahmat aka. 120 ming so'mdan ekan qora to'g'larni. Aka xo'rozlar nech pul deyapsiz? 150 ming. Makiyonlari-chi? Jo'jalar 60 ming. Jo'jalari 60 ming. Aka rahmat. Sharoit ko'ryapsizlar akalar. Bomba, nolis. Birovlarni bu. Avvaldan saklanmıştı. Ha bo'ldi ko'rma. 200 ming. 200 ming so'm aytishyapti birovlarda akalar. Kimga zarar bo'lsa kelaverasizlar. Marg'ilon kombinat qush bozori, Xudo xolasa. Mana endi bag'iga Xudo xolasa qush bozoriga o'tib ketdik. Qush bozorimizda xuddi shunday mana nimalar ham bor, kalsovlar ham bor. Xalas, charchamayapsizmi? Kimga zarar bo'lsa, Marg'ilon kombinat qush bozoriga kelsalar, xuddi mana shunaqa narsalar bor mana. Suv idishlari boshqachalari ham ketdi. Nech pul bular? 10 ming ekan. Kimga zarar bo'lsa, mana kalsovlar bor. Oddiy papugaydan tortib katta parranda tovuqlargacha bor ekan. Xudo xolasa, zarar bo'lsa. Tovuqlardagi plasmasa tuxumlargacha bor ekan. Bemalol kelaverasizlar. Marg'ilon kombinat qush bozorimizga xuddi shunaqa black face, double black va black face babushkalar ham kelar ekan mana. Radujnilar. Ojaga bu double blacklar nech pul deyapsiz? 300 dollardan. Black face'larchi? 250. 250 black face, double black 350. Radujnilarchi? Radujnilar 600 ming nafari. 600 ming so'm paralar ekan. Ko'rayotganlar endi, Xudo xolasa. Aka maskalar nech pul unda? Maskalar 550 ming aka. Jupi 550 ming, ha? Ha, pirvaznos yo'q. Chetdan kelgan ekanda bular, ha? Chetdan kelganlarni bolalar o'shalardan tarqaydi. Aka, kattalarmi? Sizning kanal ekani ko'rsating. Sizga zarar bo'lsin. Perxurilarchi? 250 dan bular. 250 ekan perxurilar. Brazilya krasniy bu. 250 dollar bu. 250 dollar. Ya petchi bu. 200 dollar. Ular nomi nima edi? Nech pul bular? Aka chexlar nech pul ekan? 500 ming so'm baho aytishyapti chexga. Ko'rishlaringiz mumkin. Guldalarchi, guldalar? Guldalar 800 ming. Guldalar 800 ming so'm ekan. Black face'larchi? 250 dollar. Angorkachi? 500 dollar. 500 dollar ekan angorkalar. Kimga zarar bo'lsa, akamiz nomerlarini pastga qoldirib qolamiz, aloqaga chiqib olasizlar, xudo xolasa. Hammaga rahmat. Kuzatishda davom etinglar. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Aleksandrskilar nech pul Aleksandrskilar? 700 dollar, aka. Yana kelaman, rahmat. Bog'larni ham mana sekin. Aka bular narxi nech pul ekan? Jupi 1 million baho. Kimga qiziq bo'lsa, Marg'ilon kombinat qush bozoriga shunaqa ajoyib qushlar chiqyapti, xudo xolasa. Black face'lar bugun nihoyatda black face ko'p chiqdi. Marg'ilon kombinat qush bozorimizda Jaco bor ekan, da'va. Marg'ilon kombinat qush bozorimizda shundaylar kakadular ham chiqdi. Kakadular narxlari. Aka narxi nech pul deyapsiz bularda? 5 ming. Bularchi? 2,5 ming kam. 2,5 ming, bu 5 ming, 2,5 ming ekan. Kelar. 1,5. Bu nima edi? Juftlar ishlagan. Kalitalar ishlagan 600 dollar. 600 dollar ekan. Bular mana ko'rishlaringiz mumkin. Kimga zarar bo'lsa, Marg'ilon kombinat qush bozoriga kelinglar, xudo xolasa. Biz yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga rahmat. Kuzatishda davom etib turinglar. Akalar, olmaylar. Qushlarni nech pul olyapsizlar? 90 ming. Faras 90 ming, ha? 90 ming. Karella 130 ming. Anjirlar malada olamiz. Yashilidan 600 mingdan. Radujnilarchi? Radujnilar maladoylari. Ha. 4 ta maladoy bor, bolalari, 2 ta ota-onasi bor. 900 mingga beramiz. Kimga zarar bo'lsa, Perxuriylar bor.
Kechqurun soat nechigacha bezovta qilasiz? Qizig'i yo'q. 12:01 bemalol. Do'konga o'tishaveradi. Akamizga aloqaga chiqinglar, pastda nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Zargen degan. Nogironligi bor, uchalmaydigan, mana qanotida qanaqadir nuqsoni bor qushlarni 10 ming so'mdan 20 ming so'mgacha olishyapti ekan. Ko'pchiliklarimiz bor mana. Amadinkalar. Sizdan bahsmi? Kimdan ekan? Mana ko'p qatorli qushlarni qatoriga kelibmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Aka hormay. Charchamayapsizmi? Karellar nech pul olyapsiz aka? Karellar aka 180 ming ketadi. 180 ming, ha? Telefoni. Malada nech pul olyapsizlar? Oh. Bugungi bozorimizda xudo xolasa maladolar narxi 90 ming so'm ekan. Kimga zarar bo'ladigan bo'lsa, bugungi videomiz Semishkalarimiz, semishka mag'azimiz 20 ming so'mda. Bu startlarimiz 20 ming so'mda. Ular 15 ming so'mda chaqilgan masqa. Kanariyaga donlarimiz. nech pul kilo? 20 mingligi bor, bu 20 mingligi, 15 mingligi ham bor. Buchi? Buyurmaylar 5 ming so'm. Makka. Makkalar 5 ming so'm. Bug'doy. Bug'doylar ham 5 ming. Bug'doylar ham 5 ming so'm. Masqat 10 ming. Maqsad 10 ming. Kaptar donlarimiz bor. Nech? 7 mingdan. 7 ming. Quyon donlarimiz bor. 6 mingdan. Bu qo'naq. Nech pul? Hozircha 20 ming bo'lib turibdi bu. Bedana donlarimiz bor. 12 ming so'mdan. Aralashmachi? Aralashma 5 ming so'mdan ekan. Bu ham 5 ming. 5 ming. Qushlar doni nech pul? Shular tariq donlari 5 mingdan bo'lib turibdi. 5 ming. Semishka? Semishkalar 12 mingdan. Optim narxida. Katta qushlar yeydigan, mana misol anjirelalar bor, jakolar bor, shular yeydigan donlarimiz Ularga mana aslan mana undan ketadi. O'sha katta qushlarga 12 mingdan. 12 ming kilo olsa bular, ha? Akalar kimga zarar bo'lsa, ma'lum Kamina bozoriga kelsalar, siz to'g'ridan ko'rib turibsizlar, mana shu tayda mana shu akalarimiz sotadi. Hamma assortimentdan bor. Qapas sotib, don bor. Shularning vitaminlarigacha bor. Qora semichga mana apilka hamma yo'q bor. Bemalol kelaverasizlar. Akalarimizga aloqaga chiqib yo murojaat qilsalaring, o'zlari ishlarini bitiradi. Bitta like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Telefon nomeri aka? Telefon nomerlarimiz 90 232 75 76. Bemalol murojaat qilishaveradi. Qanaqa don mahsulotlari kerak bo'lsa, xudo xolasa, dastlabkalarigacha bor. Tayyor mana chexlar, yo'rkalarni yoniga kelibmiz. Narxlari nech pul aka? 600 ming so'm. Parasi 600 ming so'm, bag'ichi? 300 ming so'm. Ha? Parasi 300 mingdan. Parasi 300 ming. Radijni nech pul? 500 mingdan. 500 ming ekan. Kim ekanmi? Amadingalar nech pul olyapsiz? 85 ming. 85 Maladoy, ha? Amadingalarni Maladoy 50 ming so'm ekan, kattalarni 85 ming olishyapti. Ko'rishlaringiz mumkin. Bir komilaga hormay. Bir komilaga ham ijoddalar mana, oldi sotdilar bilan shug'ullanishyapti. Nech puldan keltiradi junilar? Bu double bilanglar, Maladoylar bular, ha? Giniznoy, donidish va bedanalarga uyalarda ko'rishlaringiz mumkin. Aka bular nanovalari qanaqa ekan? Yo'q, narxni bitta bilaylik. Kaptardagi 50 ming so'm kami bor ekan. Papugayli plasmasaligini 45 ming so'm kamini qilib beramiz. Bu papugaylarga ha? Ha. Varianti bor, oddiysi bor. Oddiysi 25 ming, bundancha kattarog'i bor, motomon. Aha. 35 ming qilib beramiz. 35 mingga 25 ming ekan, ha? Bo'ldi. 45 ming. Bu 45 mingmi? Plasmasasi bo'ladi. Tozalagan. Bularichi? Bular 35 ming so'm. 35 ming so'm ekan, kimga zarar bo'lsa. 25 ming. Bular 25 ming ekan mana. 25 ming. 25 ming. Orbelar, nech pulgingizni o'ylar? 10 mingdan. Donasi 10 ming. Qo'ndoqlarchi? 5 mingdan. 5 ming. Qapas 3 xonali. 150 ming. Buchi? 270 ming kam. 270 ming. Buchi? Bu ham 270 ming kam bor. 270 ming so'm kam bor. Ginizni o'ylarimiz fanerkada yasalgan, kimga zarar bo'lsa, mana shu bolani tanib olinglar, mana shu bolaga kelsalar arzon qilib beradi. Hammaga rahmat, charchamanglar. Ginizni o'ylarning narxini so'radik. Like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Mana endi qapaslar ekan. Qapaslarni
Egalari yo'q, egalari bo'lganda so'rardik. Qapaslar narxlarini ko'rib turibsizlar, zo'rlari chiqib qapaslar, undan olasiz 6 xonalilar bor ekan. Egalari 3 ekan. Zarur bo'lsa kelaverasizlar. Ma'lon Kamina qush bozoriga. Bugun omad akalar nihoyatda bozorimizga double black face shunaqa degan qushlarimiz nihoyatda ko'payibdi. Mana oddiy miramillar nech pul ekan aka? 100 ming so'm deyapti. Donasini 100 mingsizmi? Donasi 100 mingsizmi? Rahmat aka. Zo'rli. Erxorilar bor ekan. O'zinglar, ko'pchi. Aql asan. Aka spinnerlar nech pul ekan? 500 ming so'm aka. Jupi 500 ming. Jupi 500 ming so'm ekan. Tayyorligi, tayyor ekan. Kimga zarur bo'lsa, Navlon Kamina qush bozoriga chiqsalar, har payshanba bozor shunaqa tayyor qushlar keladi. Bozor ko'rib turibsizlar, qapaslarimiz bor ekan bu yerda. Chiroyli nejavekali qapaslarni oldiga keldik, narxlarini so'raymiz. Aka, bular narxlari nech pul? Ularda 210 ming sotyapmiz. Razmeri nechiga nechi? 76 ga 45. 75 ga 45. 75 ga 45 ekan, 210 ming deyapsiz, o'tib beryapsiz. Sunnatiga. Ana akalar, kimga zarur bo'lsa, nomerlarni olib qolaman, pastga yozib qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Farg'ona viloyatida dastlabki qilib beraverasizmi, kichik pushta olgan odamga? Qilib berishar ekan akalar. Kimga zarur bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Hammaga rahmat, like bosib qo'yamiz. Aka, bolaliklari nech pul ekan? Bolaliklar 600 mingdan. Nechta bolasi bor? 600 ming so'mdan, ha? Bunda ham 5 tami? Hammasi 5 tadan ekan akalar. Bular yaponskiymidi? Yaponskiy. Nech pul puladi? 250 ming so'm ekan. Ular bolalarini ko'rsatdi. Bolalariga o'rnatildi. Qanaqa? Akalar, mana spinner ekan mollari, hammasi chiroyli ekan. 600 ming so'm baho aytgan. Hammaga rahmat. Like bosib olamiz. Ma'lon Kamina qush bozoriga xuddi mana shunaqa 600 so'mdan donasi tuxumlar keladi. Bu tuxumlar odam iste'mol qilmaydi, faqat parrandalarga bersa bo'lar ekan. Ajoyib qushlar. Bozor endi boshlanyapti akalar. Kunduzgi soat 7:30 bo'lyapti. Bozor endi boshlanadi akalar. Qushlar mumkin. Mana sekin. Biz like bosib, obuna bo'lib turinglar. Xudo xolasa chiroyli videolar bo'ladi. Ma'lon Kamina qush bozorida shunaqa chiroyli qushlar chiqyaptiki, narxlari ham o'ta arzon. Qushning narxi ancha tushyapti. Maladoy 85 ming 90 mingga tushibdiki, bundan vaqt yana tushadi akalar. Ko'rib turinglar. Ma'lon Kamina qush bozori. Mas'ullar o'tiribdi. Bedanalar, mesni bedanalar bular. Baxtiyor aka 50 mingmi, 60 mingmi? 50 ming so'm ekan akalar. Zarur bo'lsa kelinglar. Har payshanba bozor bor. Sotuvda. Mana tepasida yopilchig'i bor, latalari bor, shunaqa bedanalarimiz bo'lsa, bular mesni bedana hisoblanadi. Mana bunaqa ochiqda sayraydigan, mana anaqa cho'pli qovoqlarda bo'ladigan bo'lsa, bular Italiya bedanalari hisoblanadi, xudo xolasa, ko'rishlaringiz mumkin. Bedana qovoqlar har xilidan chiqibdi. Kimga zarur bo'lsa, mana bu yerda ham injiqlar bor. Salom tog'olmay. Salomat bo'ling. Sud ishlari nech pul? Shular bilan 5 mingdan. Bularchi? Bular ikkitasi 5 mingdan. Aha, qopinchiqlarchi? Qopinchalar 10 mingdan. 10 ming so'mdan, ha? Bedana tuxumlar bor. Italiyanikimi? Italiyaniki. Nech pul ekan? Donasi 100 mingdan. Donasi 100 ming ekan. Kimga zarur bo'lsa, hozirda bitta duo qilib bering endi. O'tganlardan xatinga olgan qolganlardan jon sog'lig'ing parvardigor, yaxshiliklarni ato qilgin. Ko'pga ber, ko'p xatosi bilan menga ham bersin. O'tib ketganlarni bilan xato qilgin. Dunyo tinchsin, dunyoni xatoni marg'ilonimiz. Amin. Yarhamar rohiming, yarhamar rohiming, yarhamar rohiming. Alloh. Duogo'ylardan duolar oldik, duolasa yaxshi bo'ladi. Like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Assalomu alaykum.
Aka boramiz. Qovoqlar necha pul sotilyapti? Ular 50 ming. Ha? 50 ming so'mdan, ha? Ha, to'rtlilar 50 ming so'm ekan. Bari mana mesni bedanalar ham bor ekan. Zarur bo'lsa bemalol kelaverasizlar, unda olasizlar. Oada injiqlari ham bor ekan qovoqlarni. Ularning narxini keyin so'raymiz. Hammaga rahmat, like bosib obuna bo'lib qo'yinglar.